O'lkamizning ajoyib tabiati bor. Viqorli tog'lari, oqayotgan soylarning shovqinlari, ko'm-ko'k daraxt yaproqlari va gullarning nafosati insonni hayratlantiradi. Insoniyat har zamonda ham salomatlik, ahillik, uzoq umr ko'rishga intilib kelgan. Turon Fanlar Akademiyasining akademigi, taniqli ixtirochisi, ko'plab mamlakatlarda tan olingan davolashning innovatsion usullari muallifi. Uning nomi bugungi kunda butun dunyo bo'ylab ko'plab odamlar uchun umid ramzidir. Bugungi qahramonimiz dunyo tabibi, xislatli tabib deb xalq e'zozlagan Ravshanbek Teshaboyevdir. Turon Fanlar Akademiyasi akademigi, taniqli tadqiqotchi, sog'liqni saqlash borasida qator tadqiqotlar olib borayotgan, o'zining internet tarmoqlaridagi chiqishlari bilan xalqqa yaxshi tanilgan Ravshanbek Teshaboyev bugungi kunda umrining har bir daqiqasini xalq xizmatiga bag'ishlagan tabarruk insondir. Yurt farovonligi yo'lida mehnat qilishdan charchamaydi. Uning har bir kunini odamlarning sog'lig'ini tiklash uchun fido qiladi. Bu unga ulug' mutafakkir bobolari tomonidan avloddan avlodga o'tgan irsiy qobiliyatdir. Negaki u qadimiy davolash uslublari va zamonaviy davolash yo'llarini uyg'unlikda olib bormoqda. U Xo'ja Ahmad Yassaviy, Ibrohim ota, Suzuk ota, Yahyo qori kabi shifobaxsh qo'llari va ilohiy duolari bilan xalqni davolagan vali, avliyo zotlarning bugungi avlodi ekanligidan faxrlanadi. Ma'lumki, orqa umurtqa pog'onasi churrasi, bel sohasi kasalliklari, suyak yimirilishi, bolalardagi qo'l-oyoqlardagi nuqsonlar, DTP, umurtqa pog'onasidagi o'zgarishlar, skolioz va bir qator kasalliklar keyingi yillarda juda ko'payayotganligi hech kimga sir emas. Biz an'anaviy tibbiyotni inkor qilmoqchi emasmiz, biroq haqiqatni yuziga tik qaramoqni o'zimizga sharaf deb bildik. Ravshanbek Teshaboyevga murojaat qilayotgan bemorlarning ko'pchiligi oldin shifokorlardan ancha yillar muolajalar olib, naf topolmagan, jarrohlikka rozi bo'lmagan odamlardir. Ular Ravshanbek tabib tabobatxonasida davolanib, yaxshi bo'lganliklarini e'tirof etib, tabibga chin dildan minnatdorchilik bildirmoqdalar. Nima o'zgarish bo'ldi? 6 kunda ancha narsa o'zgardi. Rahmat sizga. Ancha narsa o'zgardi. Allohga shukr. Rahmat ayting. Men shu yerga 2 kun oldin muolaja olgan keldim. 2 ta hassada edim. Allohga shukr, 2 kunlik muolajadan keyin ahvolim ancha yaxshi. Hassasiz ham bemalol yura olyapman. Ahvolim ancha yaxshilanib qoldi. Allohga shukr. Ravshanbek Teshaboyevning ishlariga omad tilayman. Suyak yemirish dedi bizga. Operatsiya dedi. Yo'q, operatsiya demayapti, suyak yemirish boshlangan dedi. Suyak yemirish esa operatsiya deganda. Necha yildan beri yuribdi hastada? Hasta 2 yil bo'ldi. 2 yil. Xudo xolasa chidasang, 2 kun chidasang, og'ritadi. Hastani tashlab chiqaraman. Bitta yurib ko'rsat. Bo'ldi, gapir. Bir bemor tuzalsa, albatta eshitib, bilib olgach, uning izidan yana ko'plab bemorlar kelib murojaat qilishi tabiiy. Axir to'shakda yillab yotib, tuzala olmagan, bu yerga kelib oyoqqa turib, hayot zavqini tuyganlar qancha. Ularning tabibga bo'lgan e'tirofi juda yuksak. Abu Ali ibn Sino o'zi davolayotgan kasallarga
shunday der ekan: biz 3 tarafmiz. Men tabib, sen bemor va u kasallik. Agar sen men tarafga o'tsang, ikkalamizning ham uni yengishimiz oson kechadi. Ammo sen ham u tomonga o'tib olsang, bir o'zimning ikkalangizni yengishim qiyin bo'ladi. Aytishlaricha Alloh insonga noyob kuch ato etgan bo'lib, uni insonning ichiga joylashtirib qo'ygan ekan. Bu sinoatni izlagan inson bolasi tinchimaydi. Dengizlarga sho'ng'iydi, qorong'u g'orlar ichidan, soylaru daryolardan hamma joydan izlaydi. Ammo o'z ichidan izlashni bilmaydi. Ravshanbek tabib esa buni o'z ichidan izladi. Avlodlaridan, tabiatdan, hayotdan izladi va topdi. Ravshanbek tabib hamisha tabiat bilan uyg'unlikda ish olib boradi. U giyohlardan va boshqa manbalardan moy oladi, ulardan malham tayyorlaydi. Bu malhamlar bemor badaniga surilgach, muolaja davomida tiqilmalar ochiladi va yumshaydi. Assalomu alaykum, hurmatli tadbir ishtirokchilari. Bugun Turan Fanlar Akademiyasining prezidiumi qarori bilan Jahon tabibi Ravshanbek Ergashev Teshaboyevga akademik unvoni berilishini nishonlashga keldik. Turan Fanlar Akademiyasi prezidiumini qarori bilan beriladigan diplom, akademik diplom. Bundan tashqari Turan Fanlar Akademiyasining akademiklik oltin tilla nishoni sizga topshiriladi. Ruxsat bersangiz, akademik deb yozilgan tilla nishonni akademiklikka topshirasiz. Bundan tashqari Ravshanbek Ergashevich o'zini xalq salomatligi uchun qilayotgan xizmatlari, ya'ni ixtirolari, noyob ixtirolari asosida Turonda xizmat ko'rsatgan ixtirochi unvoniga sazovor bo'ldi. Ushbu prezidium qarori bilan, Turan Fanlar Akademiyasi prezidium qarori bilan sizga Turan Fanlar Akademiyasi haqiqiy a'zoligidan tashqari, ya'ni Turonda xizmat ko'rsatgan ixtirochi unvoni berildi. Mana diplomni hamda bu yuksak unvonni tasdiqlab beruvchi Turonda xizmat ko'rsatgan ixtirochi unvoni oltin nishoni sizga taqdim qilinadi. Akademiyaga ham rahmat, Turan Akademiyasi shuncha unvonlarni berganiga rahmat. Bundan keyin ham vatanimizga xizmat qilishdan charchamaydi. Hech bir xalq o'zining dardiga shifo topgan insonini unutmaydi. Qadriga yetganni qadrlamoq sharafli burchdir. Shunga ko'ra, bir qancha chet davlatlari tomonidan berilgan orden, medal va boshqa ko'krak nishonlari bugun Ravshanbek Teshaboyevning xalqqa xizmatlari serob ekanligidan nishonadir. Butun jahon xalq tabobati va shifokorlari hamda psixologlar assotsiatsiyasi a'zosi, O'zbekiston va Qozog'iston xalq tabobati akademiyalari a'zosi, Xalqaro Turon Fanlar Akademiyasi akademigi Ravshanbek Teshaboyevni uni bilgan va tanigan barcha ellarda yaxshi biladilar va qadrlaydilar. Shuning uchun ham Birlashgan Millatlar Tashkiloti tomonidan berilgan 27 brilliant toshli hurmat belgisi ordeni, Qozog'iston Respublikasi tomonidan berilgan do'stlik ordeni va boshqa ko'plab ko'krak nishonlari uning ko'ksini bezab turibdi. Ba'zi buni endi mana shu eng shu kasallarim kelib, shu yerda hastalarni tashlab so'yinib duo qilib ketgan eng katta baxtliman. Bemorlarning ko'pchiligi davolanishdan so'ng mashg'ulotlar zalida nafas olish va boshqa maxsus mashg'ulotlar kursini murabbiy bilan birga o'tishadilar. Sevimli shoirimiz O'zbekiston qahramoni, xalq shoiri Abdulla Oripov Xalq tabobati akademiyasiga tashrif buyurganlarida
tabib janoblarining muolajalaridan bahramand bo'lib, dil izhorlarini shunday she'riy satrlarda bayon qilganlar. Boylik tilay desam agarda senga, davlating o'zingga yetgudek bordir. Merosiy tabibsan muolajangga, ne bayonlar ham muhtojdir, zordir. Isming ham Ravshanbek, zehningni har zum ravshan qilib tursin o'zi Xudoyim. Senga mana buldir tilagim, so'zim, elu yurt duosin olib yur doim. Ha, ustoz aytganlariday, Ravshanbek Teshaboyev doimo elu yurt duosini olib, azizdir xalqqa.